Men 20 kilovatlik quyoshli panel qo'ysam agar, bunga qaranglar, qo'shnim 30 kilovatli qo'yibdilar. Svetga o'zi qancha pul to'lardilar, akalar? Esimdan chiqib ketibdi. Yozib olinglar. 2-3 kundan beri quyosh yo'q, bu degani daromad ham yo'q. Lekin shotimdan pul olgani yo'q. Bu degani o'zim ishlatayotgan svetga bemalol 20 kilovatlik yetibdi. O'zim ham boshdan bosh rozi edim. Agar qishda mana shu quyoshli panellar men o'zimning ehtiyojimga yetsa agar, men roziman degandim. Endi bu yog'i qish. Qishda qancha pul tushadi men bilmayman. Naqd tozalayman, hamma yo'q, chang bo'lib ketdi deb yurgan edim. Mana Allohning ne'mati, yomg'ir yog'ib o'zi tozalab qo'ydi. Faktlar bo'yicha gaplashsak, agar quyoshli panellarni o'zi qishda ustanovka qilish kerak. Chunki qishda narxi arzon bo'ladi. Ko'pchilik mana bu dohodi kam bo'lgani uchun qo'ymaydi. Shuni hisobiga mana bu quyoshli panellarning narxi arzon bo'ladi. Ertaga quyosh chiqib, yoz kelsa agar, ana o'shanda quyoshli panelchilarni yoniga ham yaqinlasha olmaysiz. Chunki hamma mamlakat qilib qo'ydirishni boshlaydi. Keyin qarabsizki, bularning narx-navosi oshadi. O'shaning uchun kim quyoshli panel qo'ydirmoqchi bo'lsa, maslahatim qishda qo'yinglar.